aka vokzaldan kvartira yo'qmi deganlar uchun aka, uka, opa, singillar, mana sizlarga vokzaldan Uzgazyolning ro'parasida joylashgan mana bu domimizning 2-etajidan 2 xonali kvartirani hozir sizlarga obzorini ko'rsatamiz. Qani operator, ketdik. Ichkariga ham kirdik. Mana bu yer Prixoshka zona. Shunday eshikdan kirganda chap tomonda joylashgan sanuzelimiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Kim o'zi uchun uy oladi? Hech kim o'zi uchun uy olmaydi. Birinchidan farzandlariga olib beradi, ota-onasiga olib beradi yoki aka-ukasiga. Mana bu yer kuxni zonamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Suv, gaz, svetdan umuman muammo yo'q bu yerda. Asosiysi lokatsiyamiz zo'r joyda joylashgan. Bu yer esa mehmonxonamiz. Mehmonxona ham shinamgina. O'zlaringiz uchun qanday qulay bo'lsa, shunday qulaylikda sharoit yaratib olishingiz mumkin. Eng asosiysi bu yer tinch joy. Keling, operator, marhamat. Mana bu yer spalni zonamiz. Spalni zonamizda ham o'zingizni didingizga moslashtirib, mebellarni joylashtirib qo'yishingiz mumkin. Eng asosiyisini hali sizga aytmadim. Eng asosiysi shundaki, agar mani pulim sal kamroq desangiz, agar ipoteka bilan ham olib berishimiz mumkin. Agar naqd pul bilan kelsangiz, savdosini joyida sindirib beramiz faqat sizlar uchun. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi bo'lyapti 61.500 AQSh dollari. Kelsangiz naqd pul bilan albatta savdolashib beramiz. Zo'r joy. Vokzal, Uzgazyolning ro'parasida 2-etaj, 2 xonali. Bunday variantlar faqat bizlarda samuylar.uzda. Bizlarni kuzatib boring. Eng zo'r variantlar faqat sizlar uchun. Rahmat, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.